Fitne devrinde rastgele ve samimi kişiler itibarsızlaştırılıp, yalgancı, kazzap kişiler samimi kişiler süpütüde oturuğa çıkıyor. Fitne devrinde hem adamның milletinin rehber süpütüde oturuğa çıkıp gap qilishi işlerini qalaymakan qilib fitneni ulg'aytiradi. Fitne devrinde hem adam özünün asli mahiyetini aşkarlaydı. Fitne keng doiralik ma'nodagi bir so'z. Bizning hozirgi ahvolimizga o'xshash, boshqalarning yuz obro'yini e'tiborga olmaslik, boshqalarning aybini echish va tarqitish orqali oyga chiqmas jidallarni paydo qilishmi fitnening bir turi. Payg'ambar alayhissalom fitne davrini sifatlab, fitne davrida kishilar va'dalarda tumaydi, omonatga sal qaraydi va kishilarning fitne davrida o'zaro jidallar bo'lganligini sifatlab, ular mushundoq bo'ladi deb barmoqlarining o'ttirisini giralashtirgan. Bundaq fitne davrida rostchil va samimiy kishilar e'tiborsizlashtirilib, yolg'onchi, kazzab kishilar samimiy kişiler süpütüde oturuğa çıkıyordu. Peygamber aleyhisselam bu hakta şundak bir devir kılıyordu. O devirde rastıl kişiler yalgancıga çıkarılıyordu. Amanet hainlığa tapşırılıyordu. Amanetler rastıl kişiler hainga çıkarılıyordu. O vakta gap kıldığını ruay bizler buludu dedi. Sahabeler Resulullah bu ruay bizler degen kim degende Peygamber aleyhisselam Er-reculu taffeh yetekellemu fi emril ammeh. Salahiyet yokturup umumның işide gap kıldığın adam degen. Fitne devirde fitne öçürüşünün birinci usulü yani dinimiz görsetken yol her qandaq şekilde fitnege qatnaşmaslik. Sahabeler Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den ey Resulullah şundaq fitne devrinde biz qandaq qilamiz deb so'raganda Peygamber aleyhisselam ilzim beytek. Uyangni lazım tut. Yani uyangdan chiqma, aralashma, qatnaşma, tilingni yig, biladigan ishingni qil. Yani doiraning sirtiga chiqma, xato deb qilgan ishingni tashla, o'zingning xususiy ish bilan bo'l, umumning ishiga aralashma degan. Yani bundaq fitne devrida hamma odamning millatning rahbar sifatida o'tirg'i chiqib gap qilishi ishlarni qalaymakan qilib fitneni ulg'aytib o'tadi. Yani bir hadisda Peygamber aleyhisselam oldinglarda zulmet keçiga o'xshash, yani sirtida hech kim qolmaydigan bir fitne bo'ladi. Bu fitneda o'ltiruvchi, uri turg'uchidan yaxshi, uri turg'uchi mang'uchidan yaxshi, mang'uchi yugaguchidan yaxshi dedi. Sahabalar ey Rasulullah bundaq davrda bizni nimaga buyuringlar deb so'radi. Payg'ambar alayhissalom kunu ahlasa buyutikum, uyinglarni lazım tutinglar. Yani bundaq fitnega qatnashmanglar, aralashmanglar dedi. Chunki fitnega qarshi haqiqat tarafda turib gap qilgan taqdirdami fitne ulg'uydi. Fitneni tashlab qo'ysak, aralashmasak besiqib qoladi. Bu fitnening xarakteri. Fitneni o'chirishning ikkinchi usuli savrchan va salmoq bo'lish. Fitne davrida hamma odam o'zining asli mohiyatini oshkorlaydi. Nachar kishilar tillari orqali, haqoratlar orqali o'zining asli mohiyatini oshkorlaydi. Samimiy, rostchil kishilar savr orqali yo'liga davom qilaveradi. Fitna xuddi o't oltinni kiridan ayirganga o'xshash, axloqli kishilar bilan nachar kishilarni ayirib beradi. Payg'ambar alayhissalomdan keyingi davrda yuz bergan fitne davridami haqiqat tarafdagi mazlum kishilar savr yo'lini tutib kelgan. Ham bu haqda Payg'ambar alayhissalom innas-sa'ida laman junnibal fitan, innas-sa'ida laman junnibal fitan, innas-sa'ida laman junnibal fitan va laman ubtiliya fasabara fawaha degan. Ya'ni fitnadan saqlanib qolgan odam haqiqiy baxtlidir. Fitnadan saqlanib qolgan odam haqiqiy baxtlidir. Fitnadan saqlanib qolgan odam haqiqiy baxtlidir. Kimiki fitne bilan imtihon qilinib, uningga sabr qilsa, uningga jannat bilan xushbisharat bo'lsin degan. Uchinchi usuli ko'rgan rasm, anglagan gaplarning hammani tarqatishdan saqlanish. Payg'ambar alayhissalom hadisda kafa bil mar'i kadiban ay yuhaddisa bi kulli ma sami'a. Bir odamning anglagan gapning hammani deb yurganligi u odamning yolg'onchiligiga yetarlikdir degan. Ya'ni nima uchursa, nima ko'rsangiz uning foyda ziyinni o'ylashmay tarqitish va hambahirlash sizning yolg'onchi ekanligingizga yetarlik bir isbot bo'ladi. Esingizda bo'lsin, qiyomat kuni Allohning oldida yozgan, tarqatgan, hambahirlagan, hatto like bergan narsalangizdanmi birma-bir hisob berasiz. Alloh taolo Qur'on Karimda innas-sam'a wal basara wal fuada kullu zalika kana anhu mas'ula. Quloq, ko'z, yurak hammasi Allohning oldida hisob beradi deydi. Chunki hozirgi fitna va datalashlarning bosh sababi bir tal rasm yoki bir tal ovoz. Siz salqirab taqatgan bir parcha rasm yoki bir tal ovoz tufayli kelib chiqqan jidallarning gunohi sizning gadiningizga gunohi jariya, ya'ni üzülmez gunoh bo'lib yezilib mangadi. Men hozirgi bizning bu ahvolimizdan intoyin qo'rqyapman. Chunki bizning beshimizda shundoq cho'ng musibat turib, biz ichki jidal datalashlar bilan bo'lyapmiz. Bu dal ilgirki halok bo'lgan millatlarning halok bo'lishidan ilgirki ahvoliga o'xshaydi. Tarix qarab baqing, ikki jumhuriyatimizning yiqilish sabablariga qarab baqing, Andalusning qo'ldan ketish sabablariga qarab baqing. Hammasining yemirlishida ichki ixtiloflar muhim o'rinda turadi. Alloh taolo bu haqda Qur'on Karimda noit aniq qilib, va atiulloha va rasulahu va la
تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين. الله قوى ونun elçisiga itaat qilinglar. ولا تنازعوا داتلاش qilmanglar. فتفشلوا agar داتلاش qilsanglar, ishki ixtilof bilan bo'lsanglar, mag'lub bo'lasizlar. وتذهب ريحكم sizlarning energiyanglar xo'raydi. واصبروا sabr qilinglar. إن الله مع الصابرين. Allah sabr qilguvchilar bilan billah. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون.